Сегодня, 12 марта 2025 года, мы Bugun biz Qirg'izistonning O'sh texnologiyalar universitetidan mehmon sifatida Farg'onaga talabalar almashinuvi hamda professor o'qituvchilar malakasini oshirish doirasida tashrif buyurdik. Ma'lumki, hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari o'rtasida talabalar almashinuvi hamda professorlar ma'ruzalarini yo'lga qo'yish amaliyoti olib borilmoqda va bizning universitetimiz ham bizni shu taklif va maqsadda yubordi. Biz bu yerga keldik va universitetingiz bizga juda ham yoqdi. Farg'ona davlat universiteti moddiy texnik bazasi boy ekani ham bizga juda manzur bo'ldi. Bizga universitet bo'ylab ekskursiya tashkil etildi va auditoriyalardan tortib oliygohning muzeyigacha tanishdik. Biz universitetda ma'ruzalar o'qidik va talabalarning ilmiy salohiyati ham yuqori ekaniga guvoh bo'ldik. Bundan keyin ham universitetingiz bilan muntazam hamkorlik bo'lishini istardik. Bizni iliq kutib olgan Fardu jamoasidan minnatdormiz. Нам было очень это приятно. Большое спасибо. Ош технологиялық университетінің кәсіптік білім беру технология кафедрасынан біз студенттерді, магистрлерді Biz O'sh texnologiyalar universiteti kasb bo'yicha bilim berish kafedrasi talabalari, magistrlari, o'qituvchilarini olib keldik. Bu yerga ikkinchi marotaba kelishim. Salim Madrahimovichning kafedrasiga kelib, uning ish faoliyati bilan tanishganimizda bu safargi tashrif bizda juda ham katta taassurotlar uyg'otdi. Laboratoriyalarni ko'rdik. Farg'ona davlat universiteti yanada rivojlanganiga guvoh bo'ldik. Kelgan talabalarimiz ham juda katta qiziqish bilan xonalarni kuzatishdi. Biz juda ham xursandmiz. Hamkorligimiz ko'p yillar davom etadi deb o'ylayman. Biz ham sizlarni O'sh texnologiyalar universitetida kutib qolamiz. Дағы көп жылдарға уланат. Біз дағы сіздерді Ош технологиялық университетінде күтеміз.